Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarninki shunday vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaninki 2009 yili Shvetsiyaga o'qishga kelgan. Hozir oldikayni 12 yil yashayapman. Bugun biza kechikib chiqib qoldim. Sababi endi bugun yakshanba. Biza tushgacha dam olib, ozroq yozdigan narsa bor, ko'rishdigan odamlar bilan ko'rishib. To'rda bir qancha do'stlar bilan ko'rishib qilgan ishlar bor. Shuning bilan kech qilib ketdim. Ama biraz sattak tudim. Ertalab yomon shamol urib etib qoldi. Shuning meyaga uchib ketishdan burun so'zlab uchib ketay dedim. Ben apam dadam uchun Shvetsiyaninki poytaxti Stokgolmda parlament binosi oldida Shvetsiya hukumatidan ota-onamga yordam so'rab yolg'iz ishdan boshlayotgan bir oyda o'shib ketdi. Bugun ya'ni 2021-yili 8-oyninki 1-kuni. Xudoyim 1-kuni olgan qadamdan o'ngishli qilsin. Mening dadam Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kuni tug'ilgan. İli oblastlik pochta telegrafdan pensiyaga chiqqan. Mening opam Sadat Povdin bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kuni tug'ilgan. Opam ili mehmonxonasi burunqi shu qatnashdan pensiyaga chiqqan. Mening opam dadamninki yashash tarixida bizningki oilada hech qanday bir ishlar bo'yicha jinoyat yoki adliya organlarida bo'lib boqmagan. Bizning oila nihoyat tinch o'tgan bir madaniyatlik oila. Mening opam dadam 2017-yili 1-oyning 27-kuni sahar soat 9 atrofida ili oblastlik bexatarlik soqchilar tarmoq tarafidan tutib ochib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz 2 yil tarbiyalashtirgan. Uningdan keyin ipiqalatda sot etib, opam dadamni 18 yil kesayotgan. Birinchi qitimliq kesgan chaqda 5 yil kesgan, uningdan keyin 18 yil kesayotgan. Onundan keyin yana bir ahvol bo'lsa, meningki opam dadamninki kesilib ketishga sababi bo'lsa, birinchidan meningki Shvetsiyada yashaganligim, ikkinchidan opam dadamninki 2014-yili Turkiyaga kelib, sayohatga kelib, men bilan ko'rishib ketganligi mushu sababdan bo'lgan. Asli mening opam dadam o'qishga chiqilib, keyin ondan keyin qo'yib berilmaslikka G'o'lji shaharninki JX idorasininki boshlig'i Nig'mat hozir savxiy bo'lib ketgan, 200 ming deb eplashyapti. Shumi shundoq buning bolasininki nimasi qilgan ishlarbachi Shvetsiyada deb taftishga topshirib bergan. Ondan keyin 2017'de adamnama G'o'ljininki Konfavininki yosh bola chaqirib ashundaq debdiki, shunda fikringizning sababidan bo'ldi. Mushu nimalarni deyishgani bakchiq gapni demadi, ammo mushu gapni dang deganlar dedi. Meningcha cho'qim oldiga bir narsalar tashildi. Opam dadam to'g'riliqmish. Mening narslarim to'g'risida. Ularni demadi. Sening sababingdan kelsa ham sen shundaq jim-jima ashak o'qishga chiqib, siyosiy panohlik tilabsa, shuningga opam dadamni akirib ketibdi, shuni 3 oylik tarbiyalaydi deb, ashchaqda adam shundan bilan mening jim yurishimni degan. Unga keyin o'rtaliqda adam yo'q bo'ldi. O'zim kirib o'qib chiqibdi. Keyin andan keyin aloqalashdik. Undidorimda bor, turibdi. Shu. Undan keyin bir opam dadamninki kesilganlik xabarini anglab, men undan keyin shunda bir akimizni izlab, işte matbuotlarda kurash qildim. Undan keyin Shvetsiyaninki SVT deydi, birinchi kanali deydi. Shu Jonyan Denstay degandek desak bo'ladi, raport bo'lim deydi, xabar bergan. Shundan chiqdim. Ondan keyin shu tariqada ishlar yaxshi bo'tadi. Ondan keyin virus chiqdi, yepilib ketdi. Shundan bilan davomli ishimni qilaversam bo'pti-ku, chunki Shvetsiyada karantin olmagan. Ammo ba'zi bir odamlarningki yolg'on va'dalarga ishonib,
Kaptimi? Müştaq meningki mendan shu moddiy buyumlarni talab qilsa, inqilob qilsam, Gollandiyadami ko'rding, Germaniyadagilarni ko'rding, ana qo'liga kesimlar bilan tutqizib qo'ydi. Xitoyning ochig'ini keltirsang, ashtaq bo'ldi. Qildiganni qilding, bo'ldi. Endi yumshoq usulni mangayli desa, bo'ldi deb qiptimi. Shuning bilan men senga yordam beryapman. Men bir vatan davosini qilayotgandim. Hozir virus o'tib ketdi. Başlama yarmandan birinci başlagan qadamda qo'l sayitimdan boshlandi. Ikkinchisi ayolninki uy ko'chgan chaqda uyini remont qilgan, tozalab hukumatga o'tkazib turgan ishlarni bir chiroyli qilib berdim. Hatto hamma narsani videolar tortib, ayol chiqsak tang avatdim. Hamma narsa WhatsAppda. Ondan keyin asta-asta narsa keraklarni buyurtishga boshladi. Bo'pti dedim. Endi bir oyda bir ikki qitim bir 7-8 kunlik narsa bo'lganki, bakmi eg'irmi ketmaganki, o'zimning oyliqimni bo'lgandan keyin bo'pti dedim, ham o'zimni yosh, undan keyin deb bo'pti deb qildim. Undan keyin o'tirib birga yedik, birga ichishdik, kavoblarni qilishdik. Kichik bolasimi keldi, oxirgi vaqtda kavoblarni qilib berdim. Yaxshi o'tdik. Yaxshi burun az qatmagan desam bo'lmaydi. Shu iqomat ishlarimda qilgan qilmadi emas. Asli men o'g'ilvalchida qo'ycha, bu odam ishni bitirayotgan bo'lsa, meni bak biladi. O'zimga datdi, ukam sen degan bir rasmiy bir o'g'ilvaldakli bola deb aytdi. Chiroyli ishimni hal qilayotgan bo'lsa, men yana beradigan rahmatimni qilib, o'zimning ko'ngildan falonchi pulni ko'nglimdan chiqarib qo'ygan. Men berib, o'zimning yo'liga mang'atdim. Buning bilan ikkimiz o'rtalig'ida diqqatim bo'lgan ish emas. Bu shu ruxsat ma'vo nimasini chiqargan chog'da xabarlarning ishidimi? Mendan talab qilgan, men bergan, oldim, izlab baxmadim, ham izlashda salom soat bo'ldi. Pulimni qaytarib ber deb bir nima ushiqlik qilib, undan nacharlik qilib qilmagan meni biladi. Nas keraklarim shu degan narsani qildim. Hamma narsani men ko'ngildagidek qildim. Oxirida bu akamiz yaxshi qilmadi. Men bugun bo'shab qolganim yoki buningga bir mehribonligim tutib ketmadi. Yaxshi qilmadi. Onun keyin shu meni satgan shu g'uljilik bilan uni yana bir cho'ng'aroq g'uljilik bor. Uning dadisi g'uljiniki siyosiy kengashninki milliy munofiq imom bo'lgan. U shu birinchi mishada har vaqtda kurash ko'sallarninki apandimning vaqtlarida ajoyib inqilob qilgan. Ana qog'ozda turibdi ismimi bor. Nayt qilib oxirida kurash ko'san apandimninki o'ltirilishligi sababchi bo'lganlarninki birsi vaqirab telefonni yurgani og'irtib. Uninki umu shu Qozog'istondan berib, shu oq yo'ldan kirib chiqadiganlar. Ammo ikkinchisiga shu o'gatdi. Men anandan keyin ashchaqda ashtaq işte bo'ldi. Bu akamiz keyin meni yaxshi olmagan yo'llarga boshildi. To'g'ri, asli o'tirimizdagi gap so'z, o'tirimizdagi ishlar qilish kerakdi. Men undaq ilvamasligim kerakdi ba'zi narsalarni. Ammo men shuni his qildimki, bu odam mang'alam emas, meningki cho'ng dadamning hurmatini urish mishadiki. Meni ishiltish. Undan keyin men qarab baqsam, faqat foydaninki 90% buningga keladi. Bu o'zining manfaati uchun, undan keyin mishadan bir odam tutilgan, shuni o'yintirib tashlayapti. Popotangda chaynab ta'mi chiqib bo'lgandan keyin tashlab o'tirgan. Men sezib qoldim. Zaten biliglik menga cho'nglar va o'zim boshqalar shundaq bo'pmi, shundaq diqqat qilishim to'g'risida menga gapirgan. Chunki bu sen o'ynayotgan odam odatga odam emas. Bak diqqat qil deb menga degan. Shuningga hamda o'tganda bu odam mishaliki ma'rifdagi boshliq bir akamizga telefon qilib, "Voy uka, sen bir enimga kelib ketsang, to'g'liq qalaymiqan jo'ligan turibdi. Mening singlimni Xitoyda akirib ketibdi. Men senga bir ovozlar keladi bir yerda, men sen anglitay debdi.
Müşü akamızga bir iltimas, oğalvaldak ağzınızdan çıkıptı aka. Aşı avazını bir akiling. Aşı vişinde ben diga avazını siz akiling, Xudoning haqqida bir akiling. Men aningdan keyin sizning ovozingizni bir qo'yib beray, ikkisini bir tap-tan qilayli. Aningdan keyin biz da'vo dasturiga kirib boqayli. Mush gapni anglab shundan nervam o'rildi. Seni singling kirmaydi men senga deb qo'y. Tushundingmi? Sen bunga deysan, bu menga deb qo'ysa, voy deb qo'rqapma ishdan ko'ngilga pamparsini yig'ishtirib ketamdikin deb qolma. Men unda lataqalaplarni emas. Meni mer muloyiz qilib ketishsa, qaysan, voy bu degan xaxashishi o'yin tomosha qilib to'g'ri. Elining ballari o'ynab cho'ng'o'g'an. Yap çoğuğan, içip çoğuğan, köygen, cahan köygen. Bana çatayu. Ama bu atana onda çıkıp koyup kırkıtırgan iş yok. Bazı akıllarımız yak gitti. Yaman çoğun ya yesip aldığına fikrim. Bu baş ahır çıkmaya kalmasın. Ben çıkka adam ahırsın kandan düşürüp çıkışını bilemem. Ey! Balların çoğuldu. Dikkat kıl. Kızın ba, oğlun ba, kızın ba. Әгітегі мүші дава қуатқаланың қайсы бір сыңның бір балысыны бір ұйғыр еліп, бір ұйғыр білән бір чырайлық бәқіт көйтіп бақты әмміңнің рәсва, намыс қымайдыған көйла. Ya, балларың тұғылған болсын мейлік, мейіп, мәжірақ, менгет тұғылып қалған әстақпырлы шайтан. Құдайым ашта дәртін сап қойдық ке. Çəttəlikdən tapqınыңmı менгет, өзәң ұйғырын tapqınыңmı менгет. Yani bizsінің бойы 5 metrdə aşmaydı. Naçarlığından boludu. Nime de bizden sağ salamet tuğulumuz. Bizninki biz nime de bir işlem bulmayımız. Bizninki atanımız türmüde nime de bizden jürükümüzki körek silinmaydı. Bizden nime de salametlikimizden catak çıkmaydı. Biz nime de aldığı qarab intilip mağalayımız. Bizden nimiş ki ahli sözler gerek cüret ba. Biz doğru yolda mağdı. Xuda bizni yaxşı görüdü. Allah bizge rahmet kılsın. Vay hammanın kuvvet karşı içilip gitti. Konağını başta bir çarek pok. Amerika'nın içindeki siyasetlerinde de hazır Hansolar degen o özü koyduğu saranlık kiniş kisbecegin mangdi. Govengoy sotkı çıkıdı. Ben onun efendim baştan kendi jüdi. Onun kendi fışı çıkıdı. Fışı dinkin. O ya da püşte kıtlama şu. Kadir padırlarınla, kanatlarınla hemen sörülüp çıksa. Çıksa çıkmayın ne görse. Onun olallık resim güçüşken tutsan. Şula başkurup egen tutsa. Davanın yolunu şula. Sizi egen tutsa. Öz aldığın bir müstakil iş kılanmasan. Vicdan degan narsa yo'q-ki, Uyg'ur erkak qirg'inchilik tunagan Arkansas qapandimni bir nima deb qo'ysang, qaqshab ketdi. Deymiz o nasad ishlamda, uning osmon bilan ishi yo'g'an bilan bizning zimin bilan ishimiz bor. O nasad ishlab bu odam ketib qolibdi, qaldidim bag'u. Voy osmonning g'imida yuradigan biz vatanimizningki, ya'ni Uyg'uriston bo'lamdi, Sharq Turkiston bo'lamdi, bizning ziminimizdan qo'ydi bo'lamiz. Biz nasad ishlamaymiz. Mening opam dadam turmida, men olib chiqishim kerak. Hatta müstakilimiz çıkalaydı, bu çıkamaydı. Ben bilmem, ben özüm. Ben bir vicdanımın yengil düşüş için çıkvatmam. Ben bir şikayetki, 3 aylık, 4 aylık Xitayning qo'yib bermaydigini bilmem ben. Avustraliyada hazır virus çıkıyan qaytida yeyip ketdi. Dostlarımız bağ paranglashyotyapmiz. Yevropa shikayatidan keyin, u yavib ketdi. Hamma yan yapıdı. Yapıdı hem yani. Muşu virüs Xitayını örüydü muşuna sozup taşla. Bir iki yılda. O bu dünyanın ki soruğu var. Nurgun bir günah adamlar ölüp gitti. Nime dep yakmayman merkezlikka. Nime dep soğan koşu hukum yok man. Ben muşu halkının içindeki bir halk. Ben mi Uygur? 20 milyon Uygur'nın ki 50%'ın ekip ketken musun? Emini ötürüp etmedi yerimiz. Sen kayadın bilirsen 20 milyon Uygur mu? Ziyalilar bekaga kirib ketmedi. Merkezga to'liq sanni bermagachga Uyg'ur qirilib ketmasin deb yillarda tövanli 30 milyon bormi, 40 milyon bormi sen nereden bilirsen? 20 milyon battiq. Bu irqiy qirg'inchilik yetarli emas deb Rais Xi Jinpingga buyruq tushiryapsiz. Nimadan signal beryapsiz siz? Xalqning kallasi ochiq. Voy siz hukumatning puliga o'qigan, siz bir yezdan kelib chiqqan odamsiz. Paçına yap çoğuğan koskos toypaqmağan Amerika'ya çıkıp gözünüz içildi siz. Tokyo'da mı Japonya'ya mı okuş çıkıp talay qıştırınız var. Okuşlar uyuşmuş o bu qilib. Yani biz qo'rqib qolmaymiz. Siz NASA'nın konçik bak moyun bölümünde mi işlep ketmez. İşilsiniz özünüzga bana ne ya?
Meni opam dadam irqin qirqinchilik uchirdi. Men shuning uchun buni qistirib o'tib ketdim. Asli o'tib ketmadim. Va degan gapingiz buni qarindoshlar manda ota-onanglar turmada odamlar yurikinglar bak tegidi, bashishid aytishidi. To'xtab turaman, so'lamak nima deyapti? Qarab turib odam turmada tursa, hammani unda qilmadi deb bizninkini siz Latviyaliklar bilan, Yahudlar bilan selishtirib turibsiz. U degan qanchinchi zamon u? Hozir qaysi zamon? Siz masada ishlab turib texi mushunchalik narsaga o'zingizning kallasiga o'zingiz savol qo'yamsiz? Hozir degan men sizga deb beray, siz yana o'sha dehqonning o'g'li bo'lgan ekan, shu dehqon padis ekansiz. Men sizga deb beray, hozirga uchur davri, fan texnik davri, to'r davri. Siz osmonga chiqib o'tamiz, yanatiga qo'lab quduqning taqimi harakatdan qolsiz. O'rlimisi o'rilsa, buningdan keyin chiqib qaysam shuna qalayimgan gapqa men mishadi ba so'zlayman, radio berma. Bir kun bugun birisi qopab yezibdi. Mening Facebook'imda borki, mushta erkin kimga sidiq hujum qilib ketdi, o'zi menga qarshi nisat yozmishda, uyg'urcha so'zlaydi, kallam pishmagan yeri, meningki 349 parlament a'zosi bunda xatni yezib qo'ydim. Medialan tayyor qilib qo'ydim. Mana 9-ay kelsam, mening ko'rsam, mening qaysi kartlarni atag'inimni, konsuldagilarga xatni yozganni, qanday shakl yozganni, Bejimning kishi konsuliga, hatto muxbirlarni hatto inimdan pul chiqarib, men o'ljaga avatilganga, men tayyorliklarni sana meyaga chiqib Uyg'ur so'zlab qo'yibdi. Ha, Uyg'ur so'zlayman qanday qilsa, Facebookda Uyg'ur ko'rgandan keyin, mana inglizcha, buni mushariklar ko'rib tushunib oldi. Bular hamda inglizcha, shvetscha, Uyg'urning rasvoligini deb beraymi? Shu. Siz iliqi dapsiz mishta singlimni akirib ketdi, agoy qalayim qan so'zlab chirtib. Akilinga shu ovozni bir akilinga, aka men bir siz bilan sizning shu ovozingizni siz bir qo'ying, men bir qo'yay aningdan keyin. Ikkisi bir yerdan o'xshash shu o'zingiz degan gap chiqmasa men tuydan kesib o'tay. Alloh rizoligida. Ben qayerda, kimga, nima ish qilyapman, qayerga chiqdim, nima davatman, hammasi esimda bor. Men kecha planni tuzib etib, tas belgini urib etib, nima temada chiqib so'zlayapman, hammani bilaman. Bu izqib menyapti. Mushni degan kuzitib, dushmanlarga qayerdan ilib olsak, mush qo'yninki zarba beramiz deb oramni turdi. Hatto yezib qo'ydim. Facebook'uma. Xoinning dastidan bo'yatdi bu ishlarning hammasi xoinninkida. Mening opam dadam debdi bana nig'mat degan. Adamga men debdi shu Xitoy kelib. Sening uydagilaringning shu asosiyatdan shu ashaqdan kelgan uchurlar uchun biz ish qildik. Sen bizga unda desang bo'lmaydi, bizning qo'limizda rasmiyatlar to'liq deb. Kimni tutaman men? Xi Jinping tutamdim. Va Xi Jinping qitdi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik to'xtatmay qilyapti. Sen chiqib nima dalalding bir yig'iz? Davatgan gaping ana avo tunugunki iliqi. Xi Jinpingga kuchi yetmay, Xitoyga kuchi yetmay. Xitoy kuchim yetkashga, Xitoydan qo'rqmag'ashqa men chiqib turyapman men. Atigan yasatgan manda narsalar bor, virus to'g'riliq, mening shivich to'g'riliq. Yaxshi laylab bundan chiqmayman men. 9-aydan boshlab ashdan oldi qo'ydigan ne narsalar bor. Xitoyga zarba emasmi shu? Texi mushta so'zlab berib, buni sarangga chiqarib o'tamiz, mushta iliq. Ota-onasini emaslar, mushta so'zlab chiqarib o'tamiz deb. Sen texi sen bago qarayliq o'rilib qolgan tashpaqayliq manda qilib turyapsan. Nima qilishingni bilmayapsan. Tashpaqayliq manda o'ngilab, dumbulab qolsa, qayoqqa mengishini bilmaydi-ku, mushta tipirlayapsan sen. Qansirayapsan. Mushta ava ismingni chiqarmay turib, kekirtikingni ilib qo'yib turib o'ynayman. Xolisam dunyo Uyg'ur qurultayini o'ynayman. Ichidagi har qandig'ini o'ynay olayman. Chunki xo'jangning kakisning mening qo'limda. Tushundingmi? Sotqi chiqamsa, Sapog'u qara, Shvetsiya bexatarlik idorasiga bilmaysa, qaysan vaqo ishkining qayoqqa qaraydiganini.
Mana men eng cho'ng boshliq bo'lmasam, o'ttirdagi Xitoy ishlar bo'limiga boshliq bilan men ko'rashgan. Mana qulog'ini ding tutib anglash. Menga aşağıda degan BK'ga Uyg'urlarni bir qaytimda sango'shak kelib birisi ma'lumot yo'llamagan bizga. Birisi bundan ish bo'ldi demagan. Birinchidan biz seninki ota-onangningki ishiga ichindik. Biz bu to'g'risida qo'limizda Xitoyning qilayotgan dalillari bor. Ham dalil to'playapmiz. Lekin mundaq sen ba'zi bir insonlarga diqqat qildi ekansan, sen kep deding. Lekin bu yerga bizga hech kim bundaq tashkilot qurgan yoki hech kim bizga kelib aloqaga chiqib bundaq qilmadi. Mana Uyg'urning holi. Mana shunchiliklar. Hamma ayrim rol ip o'ynayapti. Sayram o'g'lonining ishida javob beramidingiz ya, erkin sidiq apandim. Hurmatli Osiyo xonim, yozisizlagan ashu poyezdning vagonda uzun bir narsani yozasiz, yo tushunmaysiz. Dilyarning oldida satlish bo'ldi degan gapimiz qil. Biz bir undidorni biz bir to'pladik. Osiyo xonim, taz mal sotatdingiz Gollandiyaning narslarini. Endi inqilob cho'kib ketdingiz. Biz bir top tutdik-ku. Biz bilishimiz-ku, biz 2015'te Ro'shan Abbas xonim qurgan ona tilda. Ana tildagi Husayn Kamlam vayron bo'lib ketdi. Sanoat Tursunlarni bir kirib chiqdi. Sizlar o'zinglarning chatalda nima ish qilayotganinglarni bilib turib, ashundaq toplarni qurib, ashundaq yaxshi odamlarni kesilib ketishiga sababchi bo'ldim. Husayn Kam degan odam, Xursand Kam degan bir ovoz artistmi, akamiz bordi. Shu akimizmi kesilib ketdi. Nurg'unlari Zahal degan adlarimiz ajoyib isl odamlar bordi, Farida Mahmud adlarimiz. Shu ana til topda men batdim-ku. Mayarki Zulayat xonim Abdurahmatgurninki qizi akirib qo'ygan meni. Shu topda batdingiz. Boshqa toplarni biz bildik. Tijorat qilatdingiz. Chiqib danglar meni sot. Meni bir hasadigan ketay bir sotga tartib qilin. Jinim aka, men senga yaldiray bo'ldi. Sen ovozni akila, ishkimiz bir ovozni qo'yib baqayli. Men sendan rozi bo'lib ketma. Erkakkansan deyman va. Agar sen ovozni akilib, menga qo'yib, meningkilar ikkisininki o'xshash chiqmaydigan bo'lsa, sen tavaqtga o'tirib chish, men yeyman. O'tirib, bir yerga vaqt deb qo'ygandan berib kelay. Sen nega vaqt deb qo'ysan, qo'ngning chiqigo, qo'qab yursan, o'zingning mushto po'qinglar va xotin chiqingninki. Menga bishimni og'ritmay to'lar va nervamni o'rlatmay. Qarindoshlar, Xitoy vatanimizda irqiy qirg'inchilik qilyapti. Buningki dalili sifatida Prezident Trump hukumatininki tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandim Jonha Xalq Jumhuriyati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deb Xitoyninki jinoyatini bekitdi. Xudo xolisa, mushu virus Xitoyni o'raydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka uchraydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikka uchragan millat ziman da'vo deb chiqdi. Qarindoshlar, kallamizni shash tutayli, shaxsiy uchurlarimizni xalqlarga bermayli, o'zimizga chingvoyli, tuyuqsiz shu g'uljiq berib ketgan aramliq munofiqmi hozir o'ziniki bir necha dangliq Fransiyalik adlarning orqada yurib kommentarlarni yozib, hamma tatib avatatqanlar vajma o'shqallarni yig'ib shusan. Sening qilgan, akangning qilgan, sen akufkalarninki, yangiayatkilarninki, sen go'ylarning qilgan ishi hozir qo'ling degan chelak qon bilan to'shib ketgan go'ylar. Mana shunday ishlarni qilib danglik inqilobchi o'ylab ayrim qanday uchurlaringlarni olmasin bermanglar. Ne yaxshi texnikaga doir texnikalar kompyuter biladigan ne isl ballar va u ballarni bir qancha danglik inqilobchi bo'lganlar degan yangi chiqqan chaqda ashlarga degan o'zlarining shaxsiy uchurlarini berib hayajonlanib qildinglar. Ballarni setavatdi sizlarni. Uni men bilaman. Ishqa pek diqqat qilaylik o'zimizga. Hech kimga hayajonlanmanglar, hech kimga o'zinglarninki ishki siringlarni, dadinglarni to'kmanglar. Bek dadinglarni to'kdinglar kelsa, mana mashtaqdan birini yoz deb, ota-onanglarning narsini, qarindoshlarning narsini ochib, har kuni bo'lmadi degan chaqda 5 minut naq maydon qilib yetib, tushib ketsanglarmi, hisob. Uyqunglar bo'lsa-mi, azroq yaxshi bo'ladi. Men abiyam shu temalarni so'zlab ketdim. Qarindoshlar, xayillarga yo'q deyishni bilaylik, qo'rqmaylik. Qo'rqqidek nimamiz qoldi?
Hech kim borolmaydi vatanga. Vatanga berib kelayotganlarninki o'zlarininki ishi bor, o'zlari qilayotgan. Ular berib keldi, amal yo'q ularninki, vazifasi shu. Qilmasa rasvo bo'lib ketadi, o'lib ketadi. Amal yo'q. Menmi qo'rqib qolmayman o'limdan. Meniki balkim o'tirib bir nima yeb qo'yaman, bir nima ichib qo'yaman, balkim ketib qolaman. Men ketsam sharaf bilan ketaman. Sharafsizlik bilan ketmayman. Men oilamniki, nasabnomamni qo'g'digan holatda ketaman. Mening opam dadam bu yerda o'tirayotgan bo'lgan bo'lsa, xudoninki nimasi bilan rahmati bilan ashundan bir hikmat bor. Shu qarong'u zindanning ichida gunohlar paxlanayotganda, juyilayotganda, oxirgi oldingi umrlarda ular yaxshi yashagan, bizniki hech qanday bir qiyinchilik yo'q holatda yashagan. Bu biza 5 yil umri hozir qiyinchilik tatqanga hech nima bo'lmaydi. Shuningga men bundaylik g'ururimni, vijdonimni satirganlardan emas, aka. Meni xato o'ylab qopsiz, kechiring. Men o tipdagi bola emas bo'lgan bo'lsam, ikki biz boshqacha gapirdik. Men bu yerda bo'lmaydim, shu sizning yo'lingizni menga yo'ratdim. Siz xato o'ylab qopsiz. Shumi shunda? Yana bir gapni deb qo'yay. Men o'lib ketib qolsam, men yoki bir nima bo'lsam, Rossiyadan, Amerikadan, Norvegiyadan uyingizning adresini toptamisiz tashlab berdim. Qizingizning praktik qilgan yerlarini, qaysi doktorxona, nim kasbami berib qo'ydim, berish tegishli odamlarga. Balangizning qayerda yashaydigan, xotinlaringizning qayerda yashaydigan, nima ish qilganini bilaman. Mening Rossiyadan kelgan odamlarim, akalarim, tog'alarim, shundadamningki tunishlari bunda kelmaydi. O'zingizga sal diqqat qilib, hayojiningizni besib yuring. Bak qonun degan Yevropada qonun kuchlik, qonun, advokat, adliya, sud bilan yashaymiz. Aka, men sizning boshqa narsangizni tatib chiqarmasammi? Men iqtisodiy, men cho'ng'i tushib ketmaylik juma biz. Men sizni eng kartamning, yeniki kartamniki tuzliq qag'in chiqarmayman sizga. To'tliq qag'a sizning iqtisodingizning nadin kelgini, men akagan narsalarni bilasiz, siz bir taraf bo'lib ketalaysiz Shvetsiyada. Bir necha odamning intervyusini tuzmada pul olib aldab ketgan ishlaringiz bilan, manda ishlar bilan juma siz cho'ng'iga ketmadik biz. Shuningga siz iliqi bak desam bo'ldi hamda. Ichim og'riydi sizga vaqo. Bura siz menga aytdingiz bu gapni. Boshlaranga müdür çok narsa chiqibdi, stress yo'q. Tövbe xudoyim deb. Men hozir siz qaytar dunyoga, hozir sizga ichim og'riydi. Facebookingiz yapton kun bo'lib ketdi, xabarni chiqaramaysiz, demingiz ichingizga tushib, quturab, yig'in deganni ichib. Yaxshiroq o'yinlang. Qizlaringiz bor, bolalaringiz bor. Bana deganim, ya'ni bana ota-onamni chiqarib bering deganim emas-chimi? Siz chiqarammaysiz, sizning qo'lingizdan kelmaydi, siz faqat mendan foydalanishga sizning maqsadingiz. Meni o'zingizning yo'liga kirgizib olib, uningdan keyin men rasmiy qumlisning odam bo'lib qolganchada anandan keyin qo'yib yetadiki. Sizning qo'lingizdan kelmaydi, siz bir tutgansiz bor-ku. Shuning siz ko'z qilmayli chiqdim men bu yerga. Sizning qo'lingizdan kelmaydi, sizga yolg'irganim emas. Hayotingizga dangsib etib, qarab o'tiring. Umringizmi chiqma qolmadi sizningki. Ama balalarınız, kızlarınız biz bilen meyada, ayarlarınız biz bilen yaşaydı. Biz tehi bağmışadı. Siz menenki qandaqlığını bilirsiniz. Biz koç tarafta mı oynayalayımız, kanunda mı oynayalayımız? Qanda desiniz şunda oynap beririz. Men tayyor. Oğlunuz bek noçtuğu sizningki tepkid etdingiz ve ayada pilomatlarning ishi bilan meyada banka bulab tutilib qopti deb po degan haqi chatadingiz. O'tganda men qarsam, "Ama o'g'limning ishlar saqchini chaqiribdi-ku. Meni bir o'qib boqamsiz, xapolmay, u bu." degan so'z o'qisam, legitimationingizniki, ya'ni kimlik shinfinjon nomeringizdan vaqt to'sh ketdi-ku. Shuningga chaqiribdi. Alingiz shunchalik. Undaq polani atmang bizga. Biz tutsaq sizga poyitish nima qo'ydi? Bilmadim. Qo'ljidan tutsam. Mayli, siz po'vasangiz bo'lmaydi, sizga to'g'ri kelmaydi. Erken Sıdık Efendi'ninki nima devettim. Sayram oğlanınki nima devettim. Bu işlerni nima devettim. Mening dadim ota-onam. Men ota-onam deb chiqdim. Shuning qayliqi ba'zi bir jidallarga, ba'zi bir tashkilotlarning ishlariga kirgim yo'q. Undan keyin mening atrofimda ba'zi bir parvon bo'lib ketib, tug'anlarmi bor. Bu shuni bir o'rib etsa, biz qurultayning ichida bir siyosiy o'zgarish qilib,
Bir turkumlar bor huquqni olaman. Ularga fursat bermayman. Sizlar xomxiyol qilibsizlar. Ularning ovozlarini ep bo'ldim, nima maqsad borligini bilib bo'ldim. Ularni mumkin emas. Murodinglarga yetkazmayman. Bu odamni men satlash demayman. Ama shunday qilib o'ynayman ko'nglimni ichib. Ammo hech kimga fursat bermayman. Men bilan o'ynayman, ilaq ma'ni bir ish atigan terikkan char bu ismini davitida jidal chiqdi. Biz bunday qilamiz deb turgan necha bo'lak odamlar bor. Mustaqilchilar bor, ba'zilar uya ulaba. Ama yerki bir turkumlar bor. Onun mayliq jiniga petib ketganlar bor. Buni o'rganmay turganlar. Men o'rmayman buni. O'zing ishni qilaversin. Buni Xitoy o'zi o'tirdi vaqt kelgan chaqda. Men satlash demayman, mening qo'limdan kelmaydi. Allohning qo'lidan keldi rasvo qilish. Men faqat deyman, xalqqa hissiyotimni anglatmayman. Ammo sotqi chiqimi, yuzishmi yoki manda desa, qo'lim ko'ksimda. Chataq yo'q uningda. Chiqimiz. O olimlar Oysharg'imi chiqyapti-ku. Biz sotqi chiqsak nima bo'pti? Sotqi chiqish degan bo'yicha unchalik oson narsa emasmi Yevropacha? Men dedim-ku, o'kanilik to'shon popaykining mandaq yarimda so'kilib ketavergan olsa ketib qolgan narsa bu. Shu mahalliki insonlar 100 ming dollarlab pul akavatgan, har ishlarni qilayotgan. Qilaveringlar, bo'pti. Qanday qilishlar? Shunchalik quvamsanglar bo'lmaydi. Xitoymi qansirayotdi. Bo'pti. Xitoy deganning ichida degan hozir Shi oilasi, Zhou oilasi, u oilasi, bu oilasi deganlar degan huquq talish ko'rishi degan avjiga chiqib degan vahalla bo'lib ketdi. Sizlar ishonmaysizlar, chunki sizlar dinsiz. Sizlar vatanning mustaqil bo'lganiga, Xudoning qudratiga ishonmaysizlar. Biz ishonamiz, men va mening do'stlarim ishonamiz. Biz ishonib u yoqqa o'tib ketdik. Biz ma vatan ozod bo'lsa, vatanning ichidagi Xitoylashib ketganlar, aytgan astirdan Beijing bilan o'ynamasin, yana Xitoy bilan o'ynamasin. Mayadagi milliy munofiqlarni kirgizmaydiganning ishini qilamiz deb hamma uchur, hamma bilan mushtan narsalar deganda bizga yig'ib, mendagi setik minchilikka teqi. Mendan kattalari bor teqi. Men ularni tonimayman, ular meni tanıydı. Biz ashta sirliq. Biz do'stlar bilan hayotimiz go'zal. Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlar, hammanglarga uningdagi menga bir savol kelibdi-ki, mushuni bir o'ttirg'i tushib, bir hal qilib qo'ydigan odam bo'lmadimi u bu deb. Bir akamiz telefon qilibdi-ki, shunda fikam ishni men asli kelishtirib qo'ysam, u yoqni ishni o'ngishivasa sanmi deb. Men dedim, aka, men narsa kerak bergan siz yo'q. Siz bu ishga aralashmang. Men kelishimga kelmayman dedim. Ashta jahil bola. Shuningga bu narsada ko'yinganlarmi bor. Herhalde fikam, sen japa tatvatsa, ani qivat. O bu deb shunda mening o'ylaganim bo'yicha menda bir 3 turlik narsa botdi. Buning ularga ishdan ko'ynakni siliblam. Mushtaq sotlar yurib ketish yoki bo'lmasa narsalarni qaytarib olib, o'zingning shu namoyishdikilam gapingni qil. Ya bo'lmasa mushtaki endi jö deb. Men ikkilisini rad qildim. Oxirgi ikkini. Birinchisini tanladim, ammo unda ishdan ko'ynakni sevishni tanlamadim. Mushtaq narsa kerakimni men ola olayman. Men meshadim haqqa 50 ming qo'yib berib qo'yib bermayman deganti. Xotin balasini endi ochiq ketdim. Paske yugurib tushdi 5 metr ostida. Men qila olayman, uningga qila olayman. Lekin men unda qilmayman. Men qonun yo'lini shunda tanladim. Men shunda qilib o'zir olaman, shay chiqib men o'ynayman. Mening 1,5 yil o'ynagan, shunda o'ynayman. Lekin ayolisininki, bolalarninki, hammasininki ishg'olchiliklar bo'shniki Alloh balasini bersin. Qamoqqa yetib zuvallar tutilib ketsin. Nikohdan baxtini bermasin. Xudoyim qizlarninki, bolalarninki qon yoshlarini yig'ilganini depsan o'g'inni ko'rsin. Mening ota-onamninkini qanday ko'rib, ashunda g'o'zirlanib, meni ishga buyurib, meningdan nas kerak qilib, mening yig'ilganlarimda aroqni mening oldimda o'tirib ichib, yana meninkini yaptirib, yana unda qilsang adan kirib ketadi, bunda qilsang bunda bo'lib, meni ashunchalik darajada qilayotgan. Buningga qaytsin. Ammo qaytidikka qaytar dunyo. Cho'qim 100%. Men chiqib qolgayman. Shu.
Kichik bolasi olamdi, cho'ng bolasi olamdi, cho'ng qizi olamdi, yana biznesi olamdi, amma egisinglisi olamdi, kichik qizi olamdi. Bana ne ya? Meni mashta qildi-ku. Ben Allah'tan tilayman. Balasını versin. Allah'ım balasını versin. Zuvalar tutulup ketsin, nikahdan vaqti kelmesin. Agar ki to'y qilib qolsa, tuqqan bolalar mingit bo'lsa, palashti bo'lsin. Bularchi qarindoshlar nasli qurib ketish kerak bularninki. Bular ofat. Hozir shu Abnum rayonlik Rindada, Go'anting, Anchanteng, Mustishlik hammasi buru shu xoinlarninki, haqni qaslab o'taganlarninki, Go'mindanga ishlaganlarniki sap oshtalarni avlodi qilyotidi bu ishni. Bir tigini bir pakiz ilaqa bir qiliq poqqa kirib ketib qolganlar ayrim bilib bilmaychi. Ammo bu ishni asosiyatda mushtaq qilayotganlar hammasi burunqi shu Go'mindangdan kelib qolgan ota bo'lar shu yerda xizmat ko'rsatgan, tanlab ep qolganlar. Bular qasam berib chiqqanlar bu sizlar yana desak bizni tillaysizlar, pishtinchi, buni deysizlar. Lekin biz jinimizni alqonga ep qo'yib, qarindoshlar, biz shunday qilib so'zlayapmiz. Mening ota-onam o'lib ketishi ham mumkin turmaning ichida. Menga Xitoy zarb berishi ham mumkin. Lekin men tanlaydiganim ham ota-onamning omonligi, ham zimin tuproq. Va vaqtdan saat kelgan chaqda 50 ta 50 49 da 50 bo'lib qoldi. Ota-onam tanlamsa, vatanning mustaqilligim bo'lsa, ota-onamni men qurbon qo'yib vatanimning mustaqillik qilaman. Chunki mening adamning, navra akam, tuqqanlarimning hammasining bolalari ashar yashaydi. Bu ikki odam o'lkatganga hech nima bo'lmaydi. Men hech nima lekin o'lkatmaydi, Xudoyim asraydi. Men bu vatan ozod bo'lsa Xitoydan yesavni bir-birlab olaman. Shuningga jiq so'zlayaptim, qarindoshlar, hammamiz mushtaq mash'aldak ko'p yanayli. O't bo'lsin bir parcha ichimizda, to'g'ri? To'ylarga beringlar, o'ynanglar, chataq yo'q. U ilaqa qalbni aram oldirish kerak. Festlar bo'z qilinglar, o'zinglarniki qiling. Ammo vatan degan bir narsani unutib qolmanglar. Vatanda qarindoshlar baq qansirab ketib bordi. Rahmat, unda bo'lsa Xudoyim amonat.